Ko'rib turgan bu vaziyatingiz har bir ota-onani boshiga tushishi mumkin bo'lgan holat hisoblanib, ko'pincha bunaqa holatlarda ota-onalarimiz vahima qo'rquvga tushadi va bolalariga qanaqa birinchi yordam ko'rsatishni bilmay qolishadi. Birinchi bo'lib bolani to'g'ri pozitsiyaga keltirib olamiz. Qo'limizni mana shunaqa holatga qo'yib olamiz. Bolani mana shunaqa holatda pastga qaratib yotqizib qo'yamiz va qo'limizni sekin-astalik bilan urishni boshlaymiz. Mana shu holatda urib ko'ramiz 4-5 marta va sekin bolani oldi qismiga o'giramiz va yuz qismiga qaraymiz. Agar bolani og'zida yot jism paydo bo'lsa, uni sekin-astalik bilan olib tashlaymiz. Agar bola shunda ham o'ziga kelmasa, unda keyingi taktikaga o'tamiz. Bu taktika ko'pincha oldi qismi bilan urish bo'ladi. 1 2 3 4 5 qilib urib, og'ziga qaraymiz. Agar og'zidan yot jism chiqib ketmagan bo'lsa, yana eski holatni takrorlaymiz. Yana shu holatga keltirib orqa machosiga urib ko'ramiz va oldi machosiga ham urib ko'ramiz. Bu holatda qayta takrorlash kerak bo'ladi. Esingizda bo'lsin, agar yoningizda sherigingiz bo'lsa, darhol tez yordam chaqirishni unga buyurib, siz bu holatni davom ettirishingiz kerak bo'ladi.